Narxi aniq sizga yoqadi. 125 ming dollarga mana shu xonadonimiz sotilyapti. 6 ta xona, 3 ta sanuzel bor. Sizlar bilan bitta obzor qilamiz. Bu videoga like bosgan orasida bittasini tanlab shu yerga pul ham o'tkazib beraman. Qanaqa qadrdorlar, boshimiz obzori ketdi. Kiraverishimiz bu yoqqa mashina qo'yish uchun joy qilingan. Mana bu yoqda darvozamiz, kichkinagina bo'lsa ham bitta chetga chiroyli zeleniy zonaga joy tashlab ketishibdi boru. Mana shu xonadonimizgacha yozgi oshxonani ham sig'dirib qo'yishdi. Qanday kompaktni qilingan. Xo'p, endi ichkarilarni ko'ramiz. Kelinglar. Kirib kelar ekanmiz, o'ng tarafda kattagina mehmonxona keladi. Keling. Mehmonxonadan mana orqa hovliga chiqsangiz ham bo'ladi. Orqadan kichkina havolanlar shu hovli qoldirilgan. Hop, kirganda chap qo'lda ayollarimiz uchun oshxona keladi. Bu yoqda mana shit joylashtirilgan, hamma xonaning shitlari bor. Bitta avtomat bilan hamma xonani o'chirsangiz bo'ladi, svetlarni yoqsiz. 90% ishi bitgan, elektrik santexnika ishlari qilingan. Hop, bu yoqda umumiy sanuzel joylashtirilgan. Yonida yosh katta onajon va otajonlarimiz uchun yotoqxona o'zini sanuzeli bilan birga. Bu xonadan ham orqa hovliga chiqsangiz bo'ladi. O'sha stol qo'yib qo'yib, er-xotin kofe ichib, gaplashib o'tirasiz. Bu yoqdan pastga, zinadan pastga tushganingizda podvolimiz kattagina. Endi sizlar bilan ikkinchi etajga ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqib kelar ekanmiz. O'ng qo'lda kattalar uchun yotoqxona keladi. Uni yonida mana umumiy sanuzel joylashtirilgan. Elektrika, santexnika ishlari barchasi bo'lgan. Mana chap tarafimizda kattagina mehmonlar uchun mehmonxonamiz keladi. O'ng tarafimizda yana bitta yotoqxona. Bu yoqdan bo'lsa to'g'riga chiqar ekanmiz. Mansardadan shaharni ko'rsangiz bo'ladi. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqam bo'ladi. Uy sotish va sotib olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying.